Eng siz taniydigan insonlardan Motsni Ronaldo oladi, Elon Musk oladi, yana bir nechta mashhur insonlar har doim ushbu peptidni olib yurishadi. Bugun sizlar bilan Mots peptidi haqida gaplashmoqchiman. Juda ko'pchilik Mots nimaga kerak deb aytishadi. Обязательно Monjaro olayotgan opa-singillar Motsni olishinglar shart. Chunki Monjaroda baribir ham ozgina bo'lsa ham metabolizmda o'zgarishlar kuzatiladi. Ich qotishi mumkin, или nabarot ich ketib qolishi mumkin. Energiyani pasaytirib yuborishi mumkin. Chunki organizmga ozish bu miya uchun stress. Agarda siz Mots olsangiz, Mots energiya beradi. Mots sizni yo'qotilayotgan mishni massangizni ushlab turadi. Agar masalan Monjaro olib zalga borib yana ham chiroyli figura xohlasangiz, Mots dangasalar uchun, или ishi ko'plar uchun menga o'xshab, masalan men zalga borishga vaqtim yo'q. Когда siz Mots olsangiz, именно sizni energiyangizni balansda ushlab beradi. Eng siz taniydigan insonlardan Motsni Ronaldo oladi, Elon Musk oladi, yana bir nechta mashhur insonlar har doim ushbu peptidni olib yurishadi. Buning uchunki nojo'ya ta'siri yo'q. Mots именно energiyani yuqorilatib, odamga ko'proq vыносливость beradi. Shuni hisobiga har doim sportsmenlar ham aynan shu peptidlarda hozirgi vaqtda juda ham aktuallar shu peptidlarda o'tirishibdi.